Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Va nihoyat yana bitta obyektimiz ham bitdi. Juda ham chiroyli, juda ham ideal holatda mana chiqdi. Videoni boshidan qadrli obunachilar yaxshi niyatda bizga ham shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin deb kommentariyaga yozib qoldiring. Xudo xolasa yaxshi niyatga farishtalar omin desa birpasda bo'lib ketaveradi. Xudo xolasa Xudoni o'ziga oson. Bu narsa misol kvadrati qimmatroq bo'lgan bilan Xudoni o'ziga oson. Xudo g'oyibidan bersa bo'lib ketaveradi mana. Juda ham chiroyli holatda mana bu yer ham eski patolog edi. Buni tagidan mana totib berdik. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Ancha uy o'zgardi. Eski holatini video qilib olganicha vaqtim bo'lmay qoldi. Naradi obyektimiz ham kechroq tugadi, shuning uchun imkon qadar mana bitganini video syomka qilib chiqaraman. Mana qirg'oqlariga o'sha rezinkani o'rniga baketlar yopishtirildi. Bu ham splashnoy holatda zo'r chiqyapti. Hammaga tavsiya qilaveraman. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab razmerlarda o'lchagani boryapman. O'zim tavsiyalab beraman. Xudo xolasa keyin Telegramdan onlayn zakaz bersalaring ham bo'laveradi. Mana ishlarimiz juda ham ajoyib ideal holatda chiqyapti. Pechatlar tiniqligiga e'tibor beringlar. Juda ham ideal holatda mana har bittasi даже mana baklarigacha mana dona chiroyli holatda chiqqan. Kastasi juda tiniq. Kraskalari ham yaxshi kraskalarda, toza kraskalarda qilyapmiz. O'shuning uchun pechatlar juda ham tiniq holatda, materiali ham zo'r, kastasi zo'r, tiniqligiga ham e'tibor beringlar. Yaltirab tiniq holatda turibdi. Mana juda ham chiroyli holatda bu obyektimiz ham bitdi. Hozir shoshilishda yugurib keldim, o'shuning uchun tezroq video qilib olishim kerak. Hozir keyingi joyda ham Xudo xolasa ishlarimiz kutyapti. Xotirjam video olganicha vaqt yo'q, o'shuning uchun imkon qadar video qilib tez-tezda olib chiqarishga harakat qilaman. Mana ko'ringlar, pastdan ko'rinishlari mana. Juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Mana juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Xo'p, yana o'zlaringizni qiziqtirgan kommentariyaga savollaring bo'lsa, bizga savollaring bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. O'zlaringni qiziqtirgan savollar bo'lsa, buni xullas ramkali variantlarni ham qilib beryapmiz. Ramkali variantga keyin bitta narsa aytib qo'yay. Ko'pchilik duoli qiyshiq joylar ham ramkali variant qilib ber deyapti. Yo'q, qiyshiq joylarga ramkali bo'lmaydi. Chunki qirg'oq tomon qiyshiq bo'lsa, bu palasi ham o'ynab ketadi, shuning uchun ish yaxshi chiqmaydi. Mana qadrli obunachilar, sizlar ham yaxshi niyatda kommentariyaga bizga ham nasib qilsin Rustamjon deb yaxshi niyat qilib Xudo xolasa yozib qo'ying. Xudo xolasa sizlarda ham uylaringizga mana shunday chiroyli natijali patologlar qilish nasib qilsin. Endi hozir yana keyingi obyektimizni ham video syomka qilaman. Hozir Farg'ona shahar 5 boladamiz. 5 bolada bu yerda bitta xonadonni qilib berdik. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Eski holati juda ham bir qorayibroq ketgan joy edi. O'sha taydan qilib berdik. Mana hech narsa tayda, hech narsa ko'rinmaydi. Даже patolog o'sha hamma yoq to'sib yoradi. Tiniq holatda turadi. To'y qilayotgan bo'lsangiz, qanaqa marosim qilayotgan bo'lsangiz, eng srojniy bitadigan narsa bu natijali patolog. Juda ham tez bitadi, juda ham ideal holatda chiqadi. Bir kunda ichida bemalol o'zi tugatib ketiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.